Bir yigit yoqtirgan qizining qo'lini so'rab uning uyiga bordi. Qizning otasi uni ochiq chehra bilan qarshi olib, faqat birgina savolimga javob bersangiz, agarda Allohning inoyati ila to'g'ri topa olsangiz, marra sizniki debdi. Men javob berishga tayyorman, so'rayvering dedi yigit. Shunda ota, bomdodga azonni bugun soat nechida aytdi deb savol berdi. Yigit dudog'lanib, yuzlari ko'karib, keyin qizarib dedi. Soat ro'parasi 3:30, yo'q. Balki chorakda kam 4da. Aytgancha 20ta kam 6da. Shu yerda ota yigitga yuzlanib, mening gavharim juda ham qimmat turadi. Mahringiz yetmas ekan, meni ma'zur tutgaysiz. Soatining bongini faqat o'qish yoki ish uchun sozlasa-yu, bomdod namozlari devor ichida g'oyib bo'lib ketaversa, qanday qilib bunga qizimni berayin deb javob bergan ekan. Xulosa esa o'zimizdan aytizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.